haqni qayerdan topaman? Vaqaring, davom qiling. Bu tilla gapda bu. Kim senga haqni olib kelsa, uni undan qabul qil, agar sendan uzoq, yoqimsiz odam bo'lsa ham u. Va kim senga botilni olib kelsa, unga uni rad qil, agar seni habibing, yaqining bo'lsa ham u. Allohu akbar. Ana gapni qarang. Ana shu gapga amal qilsa odamlar, bugungi haligi da'volariga javob hammasi shu gapda bor. Chunki voy haq qayerda ekan bilmayapman. Uning unday deysan, buning bunday deysan, kimga ergashishni bilmaydi odam. Juda oson buni bilish. Mana haqda aytayaptimi? Bo'ldi, qabul qil. Nima desa ham endi qabul qilmayman degan qonuni bor, qabul qilmaydi. Salafiy, xavorij, ekstremist, terrorchi, uchi degan laqablarni qo'yib, ko'nglingga nafrat tugib olgansan. Uchi degan laqablarni qo'yib, ko'nglingga nafrat tugib olgansan. Oyna Abu Nuaym Hilya kitobida Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'uddan u kishi otalaridan rivoyat qiladilar. Bir kishi u kishini oldiga kelib aytgan ekan: "Ey Abu Abdurrahman, menga bir jomi, nofi kalimalar o'rgating." Ya'ni jomi degani ko'p ma'nolarni jamlaydigan foydali kalimalar. U kishi aytgan ekanlar: "Allohga ibodat qil. Unga hech bir narsani sherik qilma. Qur'on qayerga burilsa, o'sha yerga qarab buril." Ya'ni sen o'zingcha bir narsani masalan to'g'ri deb yuruvding. Keyin bilding Qur'onda aytilgan bu noto'g'ri ekan. Bo'l buril o'sha yerga qarab. Mana sahobalar qanaqa? Baytul Maqdisga qarab namoz o'qiyotganda bu noto'g'ri degani emas albatta, lekin endi Alloh aytdiki, bo'ldi, Ka'baga qaranglar dedi. Shu zahoti namozda yo'q burilgan. To'xtanglar, nimaga? Endi nima bo'ladi shuncha oyat o'qiganimiz? Bunaqa gap yo'q. Bugun ba'zi odamlarga ajablanasan. O'zicha o'zini onasining qonidan 100% haqni bilib tug'ilganman deb o'ylaydimi? Ya'ni sen masalan ta'lim olasan, to'g'rimi? Kecha bilmaganingni bugun bilasan. Onangning qonidan olim bo'lib tug'ilmagansan. Ana shuning uchun kecha bir narsani to'g'ri deb yurgan bo'lsang, bugun Qur'on o'qiding, hadis o'qiding, noto'g'riligini bilding. Keyin o'shanga burilsang, endi seni ma'lumot qiladi. Shuncha paytdan beri qilib yurganing nima bo'ldi? Endi qanday javob berasan? Senga ergashib yurganlar endi nima bo'ladi? Endi ularga qanday javob berasan deydi. Ha, sen onangning qonidan olim bo'lib tug'ilgansan-da, hech xato qilmaydigan bo'lib. Hamma narsani sen mana telefonga programma o'rnatilgandek qilib 100% miyangga shunaqa qilib haq o'rnatilganda sen onangning qonidan tug'ilganingda yo'q. Sen hech haqni bir ta'lim bilan olmaysan, ha? O'zini mana shunaqa deb o'ylaydi bular. Robotda o'ylaydimi o'zini, kompyuterda o'ylaydimi? Sen aslida kechagi ishingdan ko'ngling to'lmay, bugun yangilikka qarab qadam qo'ymayotgan ekansan, sen o'liksan. Chunki inson qachon rivojlanyapti deyiladi. Agar kechagi qilgan ishini xatoligini bugun aytayotgan bo'lsa, ana shu inson rivojlanyapti. Agar sen kecha qilgan ishingni bugun xatoligini ko'rmayotgan bo'lsang, sen o'liksan, sen rivojlanmayapsan. Qotgansan o'sha joyingda. O xatoda yuribsan, hali ham o'zingcha o'shani haqda sobitlik deb o'ylaysan. Holbuki sen jaholatda, ko'rlikda yuribsan, haqda sobitlikda emas. Alloh oyatda aytadiki, "Darhum fi ghamratihim" deydi. Ko'rligida qo'ying ularni, ko'r bo'lib yuraversin deydi. Ana shuning uchun aytayapti, Qur'on qayerga burilsa, buril o'sha yerga qarab. Mutaassiblik qilib o'zingni haligi ota-bobongdan qolib ketgan fikrga yopishib o'tiraverma. Va qarang, davom qiling. Bu tilla gapda bu. Kim senga haqni olib kelsa, uni undan qabul qil, agar sendan uzoq, yoqimsiz odam bo'lsa ham u. Va kim senga botilni olib kelsa, unga uni rad qil, agar seni habibing, yaqining bo'lsa ham u. Allohu akbar. Ana gapni qarang. Ana shu gapga amal qilsa odamlar, bugungi haligi da'volariga javob hammasi shu gapda bor. Uki voy haq qayerda ekan bilmayapman. Uning unday deysan, buning bunday deysan, kimga ergashishni bilmaydi odam. Ha, juda oson buni bilish. Mana haqni kim aytsa ham qabul qil. Hozircha nima deydi? Chitni turib olib birdan birinchi aytadigan gapi. Nima farqi bor ekan haqni aytayotgan odam qarang. Va in kana ba'idan deyapti. Uzoqdagi odam sendan. Haqni aytayaptimi? Bo'ldi, qabul qil. Yoki haqni aytayotganlarga nisbatan ko'nglida nafrat tugib bo'lgan o'zi. Nima desa ham endi qabul qilmayman degan qonuni bor, qabul qilmaydi. Ana shuna qilma deyapti. Va in kana bag'idan, senga yoqimsiz odam bo'lsa ham, salafiy, xavorij, ekstremist, terrorchi, uchi degan laqablarni qo'yib, ko'nglingga nafrat tugib olgansan. Mana ba'zilari bor. Kiradida erinmaydi. Mana shu darslarning ichiga hamma dars kuzatib, shu qusib ketadi tagiga kelib, najosatini yozib. Mal'un deyiladi bunaqa odamlardir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni o'tib qaytadigan joyga yozilgan odamni mal'un deganlar-ku. La'nati deydi-da hamma unga qarab. Shu hamma joyga qusib sastib ketadi.
Ana shunga o'xshab bugun mana hamma o'tib qaytadigan ijtimoiy tarmoqlarda yozilib ketadigan odamlar bor. Yoki og'zidan shu zahrini qusib ketadigan. Shu aytmoqchimanki, ichiga to'lib ketganda nafrat qiling. Shuning uchun shu darajada yomon odam bo'lsa, bor, eshitma, nima qilib o'tiribsan bu yerda kirib buni intiqib bunga. 20 varaq qusib najosatingni yozasan. Shunaqa odamlar endi qabul qiladimi ayting? Yo'q, qabul qilmaydi. Inson haqni topish uchun nima qilish kerak ekan? Uzoqda turib olib gapiryaptimi? Senga nisbatan bag'iz, yoqimsiz odammi? Qabul qil undan deyapti. Ammo botildi bo'lsa, uni rad qil, agarchi Habibing qaribingdan kelsa ham. O'zi naf ko'rib turgan bir mullasidan kelgan hamma gapni hul quruq qabul qiladi. Habibim deydi-da. Ha, o'zimizniki deydi. O'zimizniki deb qabul qilinadimi? Haq.